Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yo'lovchilarimiz Qo'yliqdan o'tirib Toshkentdan Moskva shahri va Sankt-Peterburg shaharlariga yo'l olishdi. Mana ayollar oldida, hamma xursandchilikda. Da, sestra? Хорошо, да? Все хорошо, отлично, автобус шикарный. Спасибо вам. Mana ayollar, bolalar mana oldi qatordan xudo xolasa. Bemalol kelib ketishingiz mumkin. Rahmatulloh, nima gaplar? Akalar, ukalar, mana o'zim ham avtobus yurganmiz, mana o'zim o'tirganman. Akamiz bilan mana jicha agar to'liqroq akalarimiz o'tirsa, sidinani mana migonini esasizlar, o'zimiz turib, yonga sursak, sidinamiz o'zimizdan siljiydimi? Amaki siljiydimi? Endi ovqatlanmoqchi bo'lsak, mana yerda tapchanchasi bor, sekin tushirib olamiz, ovqatlanib yana qaytarib qo'yamiz. Keyin o'zimiz bilan musul bo'ladigan bo'lsa, paketni olib tushib ketaylik. Avtobus xarosh, ideal. Konditsionerlar ishlayapti. Har bir yo'lovchi tepasida mana passajirlarda yoritgichlar bor. Agar avtobus to'xtash kerak bo'lsa, bu yerda stop tugmachasi bor. Voditelga stop tugmachasi yonadi hamda to'xtashlikni aytadi. Kim shunday komfortabil avtobuslar ketmoqchi bo'lsa, murojaat qilinglar. Hozir mana yo'lovchilar fikrini so'raymiz. Akalarimiz mana ketyapti. Aka, assalomu alaykum. Qayerdan keldinglar? Qashqadaryodan keldinglar. Go'shxo'r bo'ridan ham ko'p go'shiydan akalarimiz. Nima deysizlar aka? Jizzaxdan. Qancha qilsa bo'larkanmi aka? Premo Qo'yliq o'zidan ketyapsizlar. Avtobusga o'tirdinglar. Mana akalar aytilgandek bo'ldimi? Akalar, assalomu alaykum. Qayerdan kelyapsiz? Anchos. Ashadammi? Ashada. O'zi kuzatib keldinglar. Как положено. Yaxshimi ekan? Ashali akalarimiz kelishyapsizmi? Nega sizlarga arziyotganmi? Rozimisizlar? Akalar, ukalar, mana har bir yo'lovchini rozi qilib chiqarish bizning maqsadimiz. Kim shunday komfortabil avtobuslarda maza qilib manzilga ketmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Haftada dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari to'g'ridan to'g'ri Moskva shahriga reyslarimiz bor. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.